Kutganmidinglar? Tayyormisizlar? Biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirgi kunda qachon va qayerdan yangiliklar bo'ldi deb o'ylanib va obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishga o'ylanyapsizmi? Hozir mana shu videoda obuna bo'ling. Aniq obuna bo'ldingizmi? Endi bitta like bosib qo'ying. Biz sizlarga 2026-yil avgust oyi va sentyabr oylariga qachon va qayerdan reyslarimiz bor, shular haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like va obuna talab qiladi. Sababi bu hech qanday sizdan mablag' yoki mehnat talab qilmaydi. Faqatgina mana shu videolarimiz kengroq insonlarga, ko'proq insonlarga yetib borishiga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Xolos azizlar. Hoziroq ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hozirgi kunda hurmatli obunachilar, bizda Farg'ona, Jidda va Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlar amalga oshirilmoqda. Bulardan haftaning har seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozlarimiz bor do'stlar. Hozirgi kunda bizda avgust oyiga ham qabullar davom etmoqda. Bundan tashqari sentyabr oylariga ham qabullarni boshlaganmiz. Xudo xolasa bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqing. Biz sizlarga to'liq va batafsil ma'lumotlar beramiz va eng qiziq joyi hurmatli obunachilar, operatorlarimiz tomonidan bitta oiladan 10 tadan oshiq ziyoratchilarimizga juda ham katta bonus va chegirmalar e'lon qilingan. Xudo xolasa videoda oxiriga ko'radigan bo'lsangiz, sizlarga mana shular haqida to'liq batafsil ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Azizlar, hozirgi kunda bizning safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, 11 kun Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qiladi. Bu, ya'ni o'zimizning Marg'ilonni oshpazlari tomonidan sizlarga juda ham chiroyli ibodatga quvvat bo'ladigan taomlar taqdim qilinadi. Bundan tashqari Madina Munavvarada 150-200 metr, uzog'i bilan 300 metr oraliq masofadagi 4 yulduzli Shinam gastinisalarga joylashtiriladi. Makka Mukarramada esa 901 kilometr oraliq masofada bemalol piyoda borib kelish imkoniyatini beradigan gastinisalarga joylashtiriladi azizlar. Bundan tashqari yosh katta insonlarga, qariyalarimizga avtobuslarni ham yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Hovlovchilar avtobusda, hovlovchilar piyoda borib kelish, ibodatlar qilishlari mumkin azizlar. Va bundan tashqari 14 kun mobaynida tajribali va malakali 50 boshlar hamrohligida siz azizlarimizni birgalikda 10 dan oshiq ziyorat va ekskursiyalar va sayohatlar, Qizil dengiz sayohatlariga olib chiqib kelish imkoniyatlariga ega bo'lasizlar azizlar. Bunday sharoit, bunday imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Bu videoni siz ko'rib turibsizmi? Demak, siz 2026-yil avgust yoki sentyabr oyiga Umra ziyoratiga harakat qilyapsiz. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, aloqaga chiqing. Agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib, o'zingizga qulay bo'lgan sanalarga joylaringizni bron qilishlaringiz mumkin. To'lovlarimiz siz istagan usulda amalga oshiriladi. Xohlasangiz bank orqali, xohlasangiz rasmiy ofisga kelib, rasmiy kassalar orqali ham to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Biz bilan bog'lanib borayotgan mingdan oshiq ziyoratchilarimizni qalbidan joy olgan, ya'ni hozirgi kunda o'z o'rniga ega bo'lgan Centrum Holdes faqatgina ziyoratchilar uchun xizmat qilishdan charchamaydi azizlar. Biz sizga eng ishonchli va garantiyali turfirma Centrum Holdesni tavsiya beramiz azizlar. Hozirgi kunda Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha 1100 dollardan, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 1050 dollardan qilib belgiladik. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing. Agarda siz vizangiz bo'lsa, Farg'onadan 1000 dollardan, Toshkentdan esa 950 dollardan to'g'ridan-to'g'ri parvozlarda amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Biz sizlarga to'liq batafsil ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, bemalol telefon qilishlaring mumkin. Agarda siz musofirda bo'lsangiz, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimizga ham chegirmalar e'lon qilganmiz. Bemalol telefon qilib, o'zlarining chegirmalaridan foydalanishlaring mumkin. Bizning firma tomonidan bejik, so'mka va kamzil beriladi. Ayollarimizga esa abayalarda juda ham orqaga o'sib olib, so'mkalarni ham juda ham chiroyli holatda tikilyapti. Ya'ni sizlar uchun yangilik qilishdan to'xtaganimiz yo'q azizlar. Biz sizlarga tavsiya beramiz, tanlov o'zingizda. Biz sizga ishonamiz azizlar. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, biz bilan kuzatishda davom eting. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa kelgusida qandaydir bir bonuslar va konkurslar amalga oshirsa, mana shu konkurslarda g'olibimiz aynan siz bo'lishingiz mumkin azizlar. Bizni kuzatib boring, keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.